Bular sotilgan variantidan 2015 qulluq olsin akalarimizga 4300 ga oldi. 4300 ga chepchik raskasi bor dedi. 4300 yurgani qancha edi aka buni? Aka? Yurgan 190 2000 shunaqa 1.6 gazi bor. Lux beskansener qisqasi 15 4300 ga oshnalar olib ketdi mana. Oshnalar og'aynilar dedi. Sog' bo'lsin, qulluq bo'lsin akalarga. Hop, qadrdonlar Nexia'larga o'tdik. Xudo xolasa Nexia 1, Nexia 2 qilib mashinadan bir seriya qilib beraman. Bittadan like, kam gapiramiz, kommentariy yozib qayerdan ko'ryapsiz yozib ketishga esdan chiqmasin. Xudo xolasa 1, 2 qilib chiroyli qilib olib beraman. Fikrlarni yozaverasizlar. Bozorda hozircha Nexia 1, 2 lar narxi ancha tashlagan. Даже Matizlardan ham arzonlari chiqib qoladi. Qani kuzatishda davom etamiz. Do'stlar, bilamiz, Rossiyaga ishlagan ketgan har bir musofirning asosiy maqsadi uyiga, oilasiga ko'proq pul topib yuborish. Biroq rubl kursi har kuni, hattoki har daqiqada o'zgarib bormoqda. Aynan mana shunday vaziyatda Rossiyadan O'zbekistonga eng yaxshi kurslarda va hech qanday ortiqcha ma'lumotlar kiritmasdan tezda va osonlik bilan pul yuborishingiz uchun sizga ajoyib dasturni tezda mobil ilovasini taklif qilib qolaman. Bu ilova orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Ilovani qayerdan topamiz desangiz, ilovani yuklab olishingiz uchun video ostidagi linkni ustiga bosing yoki App Store va Play Marketdan tezda ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Tezda sizni ishonchli va tezkor hamrohingiz. 15 dediz aka, 2015-chi 296 ming 15-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 tonus Lux kansener. Xo'p, mokriydan boshladim, xudo xolasa yumshoq balon qo'yilgan. 30 foiz raskasi bor deyapsiz aka. Necha pul aytamiz? Chiga o'tmagan. 4700 dan o'tib beramiz. 4700 kami bor, gazi bor, benzinga yuradi. Xullas motorda hadovoyda hech qanaqa ishi yo'q deyapti akamiz. Variant barter bormi, yo'qmi aka? Variant bor. Necha pul bo'lishi kerak boshlanishiga? Boshlanishi 2000 bo'lsa 6 oyga chiqaveradi. 2000 bo'lsa, xudo xolasa 6 oyga kelishib qiladigan joyi bor. Nomerni aytingdagi. 94 013 22 27. Gap yo'q, bitta yengil aylantirib qo'yaman. Hop, bosib qo'ysin-da aka. Hop, bosib qo'ying-da aka. Hop. Mana do'stlar, gaz balon bor. Tulish damkira zapaska bor. Xullas pol holatlari ham mana yomon emas. Yo'qsa shunday chiqib borasizlar aloqaga. Yengil ichini ko'rsatib qo'yaman. Mashina shumka bo'lmagan, linoleum, qo'l polik hamma yo'g'i bor. Mana do'stlar, kerakmi? Chiqaverasizlar aloqaga. Sizdan aka bu? Necha yili? 2008-yilda ishlab chiqarilgan oppog'idan. Yangi balonlar qo'yib qo'yibsiz, yumshoq. Yurgani qancha buni? 110 ming bo'ldi. Halol pok yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi molding pastda kanizda antigrafik qilingan. Shu bir 10-15% bezagiga bor. Udari yo'q demak. DTPga uchramagan. Yo'q. Gazi bormi? Pakarina, turmush pakarina. Trapani bor. Necha pul aytyapsiz? 5800. 5800 kami bor. Ozimiz kam. O'zingizlar minib yurgan mashinami yo tirikchildamsizlar? Yo'q, minib yurgan o'zimizni oldimiz. Generalni chiqadi demak. Beraveramiz. 1-2 so'm yetmay qolsa mashinangiz yoqib qoldi, beraverasizmi? Qayerdagi mashina? Shahardagi. Shaharning mashinasi. Piyospayaniki. Mabodo mashina yoqib qolsa, 1-2 so'm yetmay qolsa, generalni qilib berishadi, xudo xolasa. O'zlari minib yurgan mashina ekan. Nomerni ayting-da. 91 711 77 71. Old orqani bitta ko'rib qo'yaylik-ku. Mana bu. Mo'lning paketda shu germetika qilingan joy bor ekan. Qolgan joylari top-toza 4-pokoleniya propan gaz bo'ladi. Mashina shumkami? Polni shumka, torpedadan tashqari. Polni shumka 4-pokoleniya, o'sha hidi chiqmaydiganidan. Mana do'stlar. Qisqasi rosa e'tibor berib o'zingizlar mingan ekansizlar-da. Ular bilan kondisionerlari ham mo'sh ishlaydi. 909 pul. Qisqasi mana so'raganlar bor edi. Tinig'idan bormi birini deganlarga. Mana shu tinig'idan ekanda. Mana do'stlar. Kapotlarigacha shumka, xullas stoykalarni ham qo'ygan ekan. 4-pokoleniya propan hidi chiqmaydigan Lux kansener. Xullas hamma yo'q joyida ekan. Ochib ko'rdim. Kapotni.
Nomerni qo'ydim. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zlari mingan ekan, o'zlari qarab chiroyli qilib minishgan ekan. Xo'p, buni egasi bormikin? Egasi yo'q. Egasi borlardan ko'rsataylik. Buni ko'rishyapti akalar. Bu yerda mana o'tirishibdi. Akalar ma'lumot olsak bo'ladimi? Yiltillatib qo'yibdi o'zi ham. Necha ekan yili buni? 9 390 ming yurgan. Lux pensioner. Pulichi? Buni 4200 dan o'tib beramiz. 4200 kami bor. Kraski necha foiz? Kraski ikkita detalning ustida bor. Ikkita detalni ustida bor. Qolgan joyi top-toza. Benzin, gazga yuradi aka. Nomerni aytib qo'ying. 99lik. 99lik 990 0172. 990 0172. O'zbekiston vaqtini netburga olasizlar. Yoshi katta akamizni. Xo'p, gazlari bor. Yumshoq balonlar qo'yilgan. To'rtta yangi balon qo'yib qo'ydim deyapti. Orqasini agar iloji bor ekan ko'rsatib beraman bitta. Orqa kapotam sakrayapti-yu. Mana do'stlar. Gaz balon. Xullas ana tag holatlar zapaska. Shumka. Mashina shumka bo'lganmi aka? Mashina yengil shumka. Savdoyingiz bersin-a. Mana shunaqa qilib ko'rsatib ketaveraman. Bu yerda yana bitta turibdi. 1.6 Lux pensioner 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana. 2012 mi aka bu? Mashinaning ichki holati. Aka, mashinani o'zingiz haydab yurganmisiz? Yo, tirikchilikdami? 124 ming yurgan toza aka. 124 ming yurgan, o'zingizga tayyorlagansiz. Eshik shumka. Eshiklar shumka bo'lgan, top-toza 1.6 Lux pensioner. Necha pul aytyapsiz buni aka? 6800 kami bor. Yumshoq balon bor, yangi. Top-toza ekan, 2012. Yurgani ham oz ekan. 100 qancha dedingiz? 124 ming o'zi mingan ekan akamiz mana. Gazlari bor. Xo'p, polichi deganlarga zapaska, kulush, damkirat, mana pol holat. Qolganini o'zingizlar so'rab surishtirib Xo'p aka, faqat naqd pulga Rankan qilib beraveramiz. yetmay qolgan xonasiga. Generalni chiqam. O'zimda generalni daminus qilib bera olmayman. 300 olaman desa 300 olishga 300 berasiz. 300 bera olaman. Puldan ham o'tib berasiz, xudo xolasa ozmoz. Xudo xolasa. Kelishlar. Nomerni aytib qo'ying aka. 93lik Aha. 434 01 52. Savdingiz bersin a. Mana tinig'idan so'raganlarga tiniq savdoni qilaverasizlar endi akalar. Ko'rsatib berish bizdan nima deydi, savdo qilish o'zingizlardan. Bu yerda 1.5 tramblyorligi bor ekan. Lux pensioner ekan. Ha, egasi yo'qmi buni? Sizmi? Xo'p, necha yili buni aka? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2miz. Necha pul aytyapsiz aka buni? 6000. Kraska tozami? Kraskasi top-toza ekan, zapaska, kulish, damkirat. Mana pol holatlari. 9 edi yilini. Gazi bor, benzin yuradi. 148 ming yurgan bor yo'g'i. Ishtirga qanaqa qilamiz aka? Kelishamiz aka. Sal ko'proq ayting ishtirga. Hozir 7 kam bor dedingizmi? Yo'q, 6 kam. Ha, 6 kam bor dedingiz. 6 kam. Variant barter bormi yo'q? Bor. Yo'q, barter yo'q, variantga bor. Nisbi bo'lish kerak boshlanishiga. 3000 bo'lsa bo'ladi. 3000 bo'lsa, keladigan xonasi bo'lsa 1-2,5 ming cho'ntagida puli borda hozir, realni. Oyma-oy keladi. Chiqaversin aloqaga. Nomerni ayting. 93lik 691 691 68 18. 68 18 top-toza 2009 2009-yil ishlab chiqarilgan. Mana do'stlar, Nexia'miz. Yengil ichini ko'rsatib o'tib ketaman. Baribir yaxshi mashina pul. Har qayerda har qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, buni tushunganlar yaxshi biladi. Asiya mashinami, bir qop temir deb gapirish kerak yo'q, qadrdonlar. Kimlardir orzu niyat qilib yuradi bu mashinalarga ishlab, kimlardir xizmatini qilyapti, maza qilib shu mashinalar.
Bunaqa qilib pastga urmanglar. Xo'p, bu delfin rang navbatdagimiz 1.6 Lux konditsioner. Kimdan, sizdanmi? Nomerini chiqarmay ko'rasiz. Qaysi nomerda? Nomerini yo'q. Ha, Chiqarmay ko'rasiz. olmadim men shekilli nomeri. Xo'p, bu eshiklari shunga bo'lganiga qaraganda 2012 mi? 13? 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2miz. Kraska qanaqa bundaki? Bunday aka. Yengil kalta bo'lib, kraskasiga tushamasa bunday qilishib olgan. Qisqasi bir qator bezakka sachib yuborgan, Aha. qo'ngli. Yumshoq balon. Necha pul aytyapsiz? 3800 kami bor aka. 3800 kami bor. Oldi orqa butunmi? Ha. Tekshirib turaveradi. Mashina o'zingiznikimi yo tirikchilikdamiz? Mashina aka kecha olingan aka, keyin bo'ladi. Generalni chiqadi. Kecha oldinglar. Yurish-turish yaxshimi? Yaxshi inshaalloh. Joyida. Muomala qilsa 3000 qancha kam bor dedingiz? 3800 kami bor. 3800. Yo'llarga o'tib beramiz aka. Telefon nomeri 94 382 0061 aka. Gaz, benzin hamma yo'q bor. Gaz benzin bor, kansar bor. Mana do'stlar, bitta ustaga ko'rsatasizlar albatta. Kecha oldik deb to'g'risini ham aytyapti. Ustaga ko'rsatasizlar. Keyin yoqsa olaverasizlar. Ammo eshik patolog ham shumka ekan, pola ham shumkami? Patolog shumka, eshik shumka, Qo'llar shumka. pollar shumka, gaz balon. Mana holat. Yaxshi aka, yo'lida qilib minarmanga berib yuboring, ketsin onasini. Ha, beraveramiz. Yengil qilib beraveramiz. Nomerni aytdik-a? Ayting. Gap yo'q, sog' bo'ling. Xo'p, buchi navbatdagimiz. Buni egasi yo'qmi? Yo'qmi egasi? Sizdanmi? Qora, qop-qora Nexia 2miz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, yangi balonlar qo'yib qo'ygan. Xo'p, motorni holatini ko'rib turibsizlar, gazlari bor. Lux konditsioner ekan, a? Ha, Lux Necha pul aytyapsiz uni? aka 4000 cha kami bor aka. Yili nechi? 2009. 2009 $4000 kami bor. Kraska necha foiz? Aka toza mana chaqa chuqalarni sepib turib qo'ygan xolos, oldi orqa butun. Kaltagi yo'q, chaqa chiqaga sachirib qo'ygan solos. 2009 Lux konditsioner 4000 kami bor. Ha, kami bor. O'z minib yurgan mashinami? Ha, o'zi Dehqonchiligi. aka. Generallikka berasiz. Hamma yo'q qilib beramiz xolos. Nomerni ayting-da. 99 lik. 493 12 12. 99lik 493 212. Ha, Qayerda mashinasi? Asakan aka. Asaka. Bitta nomerda aytmay 715 93 lik. 715 19 18 aka. 93lik ikkinchi nomeri. Xo'p, bu ichki holatlari o'zlari minib yurgan mashinaga aynalarni ochib qo'ymasdi. Hammom bo'lib ketibdi. Xo'p. Gaz balon, zapaska kulishdan kirat. Mana pol holatlari yo'qsa aloqaga chiqib borasizlar. Mashina chaqa chuqasiga sachilgan ekan, qolgan hamma joyi top-toza. Monichi egasi bormi, yo'qmi uni? Yo'qmi? Yo sotilib bo'ldimi? Yo'q, sotilgan. Ha, bu yerda yana bitta turibdi. Delfin rang Nexia 2miz. Sizdanmi aka? Ma'lumot olsam bo'ladimi? Xo'p, yili nechi buni aka? 13. O'zingiz minib yurgan mashinami? Dekonchiligi. Necha pul aytyapsiz aka? 4000 kami bor. Tirikchildagilar so'ramadimi? 3 tepasida so'rayap bermayapsiz. O'zingizga o'xshagan minarmanga berib yuboramizmi aka? 3 tepasida berib yuboramiz, a? Yurgani qancha? 271 ming. Kraska necha foiz aka? Kapot bor, kireylar bor. Kapot kirila, qolgan joyi toza. Qolgan joy. Gazlari bor. Generalni qilib berasizmi? Beram o'zim. O'zingiz nomingizda kolonkalarni ham qo'yib qo'ygan ekan, hozir ko'rsataman. Nomerni ayting aka. 90 lik. 90lik 755 755 20 27. 20-27. Qayerda mashinasi aka? Asaka. Asakani mashinasi mana do'stlar. O'zlari mingan ekan, 3 ta tepasida berib yuboraman deyapsiz. 3 tepasida kapotda kraskasi bor. Imo ketib qolmayaptimiz shu mashina. Shuni tortiqmi? Mana holati. Xullas 3 ta tepasida qilishgan, bermagan. Nomerni qo'ydim, yo'qsa shunday chiqib turib gaplashib qo'ysanglar bo'laveradi. Bir qator qolinichi. Orqa ochiqmi aka? Orqa ochiqmi? Bo'ldi. Mana gaz balon. Xullas lapaska bor. Pol holatlari mana.
Nechta ko'rsanglar bo'laverar ekan. Dekon akalarimiz ham chiqibdi bugun ko'p. Xudo xolasa yomon emas. Savdingiz bersin aka. Hop, buchi bu. 1.6ligidan 2015 ekan, Lux Kansen. Sizlardanmi aka? Ichkarida o'tiribdimi egasi? Ha, endi bilmayman, tirikchilikdami, o'zlarinikimi? Ishlar shunga ham bo'lgan ekan. Assalomu alaykum. Qani aka? Charchamayapsizmi? Ma'lumot berasizmi? Beraman. 15 mi yili? 15. O'z minib yurgan mashina. Dekonchilik. Tirikchilik. Tirikchilikda yurgani qancha? 177 ming. 177 ming. Tozami? Toza. Top toza. Necha pul aytyapsiz? 6200. 6200. Kami bor. Kami bor, ozgina. Ozgina. Oltini pastda bitadimi ishtirga? Shukriga bitadi. Bitadi. Variant barter sizlarda bor-ku. Varianti yo'q, barter ham yo'q. Ikkovi ham yo'q. Naqd pulga generalniga berasiz arzonroq qilib, ha? Nomerni bering aka. 99 deb. Aha. 141 Aha. 9978. 99lik 141 99 78. Orqani ham ochib ko'rsak aka. Top toza 2015 eshiklar shuncha bo'lgan. Mana motor holatlari. Kondisionerlar ishlasa kerak, a? Ishlaydi, hamma yo'q deyapti. Mana. Top toza ekan, xullas gaz balon. Zapaska. Mana pol holatlari ham o'ta ideal ekan, bor o'n. Konkret. Hoppa. Orqa ochiq qoldi aka. Orqani ochib bordim aka. Ko'ryapti baribir. Savdingiz bersin. Yo'q, saloqaga chiqaverasizlar. Ha, bu yerda yana bitta Lacetti Nexia. Buni ko'raylikchi. 2015 ekan bu ham. Xo'p, 1.6 Lux Kansener gazlari bu. Savdo bo'lyapti shekilli. Savdo bo'lmayaptimi? Savdo qilyapmiz aka. Aka, 15 mi bu? 15 15. Necha pul aytyapsiz? 4600 ga beray deb 4200 beryapti, bermayapti. 4600 ga oling deyapsiz. He. Kraska tozami? Yo'q, bor bu yerda ber. 4400 ga bering deyapman. Ha, siz olyapsiz. Yo'q, men sotyapman. Ha, pul bering deyapsiz 4400. Bu yoq 4200 beryapti. 15. Yili yaxshi savdolarni bersin aka. Mana. 15. Hazmas kraskasi bor. 4400 ga oling deyapti ekan. Qisqasi shunaqada otang bozor, enang bozor. Qayerdadir 3000, qayerdadir 7000 deydi-yu. Ha, shuning uchun nima deydi? Ko'rib ko'rasizlar narx-navolar. Ha, bu yerda yana bitta turibdi. Nexia 2miz. Egasi bormi, yo'qmi bilmayman. Sizdanmi aka? Eshiklar betoni va yili qanaqa ekan? Yili 8 mi? Xo'p, benzabakni ochib qo'yibman. Uzr, ulanib qo'ygan ekan. Orqa kalit ochiladi. Eshiklar shumka 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia 2miz. Euro, gazlari ham bor. Xullas, holati yomon emas. Oldi orqa butun deyapsiz aka? Yurgani qancha dedingiz? 500 ming tepasida. Motorda rasxoti yo'q? Yo'q, motor hadoylari zo'r. Zo'r. Necha pul aytyapsiz? Aka 4 mingdan ish beramiz. 4000 kami bor. Tirikchilikdamisiz aka siz? Variant bormi yo'qmi aka? Yo'q, variant yo'q. O'z o'sharga oz pul. Shitir 3500 ga berasiz, generallik qilib berasizmi? Ha, onlayn ham qilib beramiz. Nomerni ayting. Bo'ladi. 90lik. 542 68 71. 90lik 542 68 71 aka. O'zbekiston vaqt network olib chiqaverasizlar. Eshiklar shumka. Xo'p, orqa kalit ochilar ekan. Holati mana do'stlar. Yoqsa chiqaverasizlar. Bitta like tayamanglar qadrdonlar. Sizlar uchun Qodirov va Azizbek Nexia 1 Nexia 2 iloji boricha egalaridan olib berishga harakat qildim. Sog' bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.